Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün üçüncü harfni öğrenemiz. O harfning ismi Z. Koy bir kitaplarda Z deb de kela. İkisi dürüst. Z desek de bula, Z desek de bula. Hem de elif harfi bizning şulay yazılsa, Ra harfi şulay yazılaydı. Z harfi de rasıman şulay osqa taban tushib kete. Hem de Ra harfinden ayırmalı bularak onun nuqtası var. Z harflerini hazır yazıp koyabız. Hem üstünde sızık kilse zıbitinde bu ayttık mana bu istagi sızık gil a deb o'qilashiq. Z deb o'qila. Ostiga sızık kelsa, ostagi sızık i ovozini bildiradi dedik. Demak endi zi. Hem z harfining üstünde o'tir bo'lsa, u bizning zu deb o'qila. Z-u, zu. Hozir yozib qo'yamiz. O'tir mana u gil u ovozini bildirashak. U, z hem u, zu. Boshdan mana bu ovozni o'qib, shundan so'ng z harfini ko'chirga rama uz bo'lmay zu. Bunda главный harf, boshdan harfni o'qiymiz. Shundan so'ng harakatini aytamiz. Mana bu siziqlarni endi z, zi, zu. Bu harf nechka ovoz. Shuni yozib qo'yik. Bu harf nechka ovoz? Nechka ovoz? Nechka ovoz? Hozir endi kitobni ochib ko'rik. Bu harflarni biz sizni bilib o'tdik. Hamda yangi harfni o'qib ko'ramiz. Z, zi, zu. Z, zi, zu. Ez, iz, uz, uz. Zer, zer, zer. Zi, zir, zir. Zu, zur, zur. Hozir ostagi so'zlarni o'qiymiz. Birinchi harfni ko'ramiz. Mana bu ikki harfni qoplab qo'ysak da bo'lar bir qog'oz bilan. Birinchi harf ama, ima, uma. Istabitinde a deb o'qila. A. İkinci harf z. Zda tugul, zida tugul, zuda tugul. Şulay bit. Просто munda tugarak sukun deb atalaydi. Munda просто o'qila. Ez. Ez. Hem r harfini ko'ramiz. U nindi огласовка bilan kelgan. Ru. Ez, ru. İkinci so'zni ko'ramiz. Ama, ima, uma. So'rov beramiz. I. Значит, iz. Yangi harf bitindi bu. Iz, ru. Izru. Ama, ima, uma. U. Uzru. Uzru. U. Urzu. Urzu. Demak endi bizning har bir so'zni birer yo'lga yozib chiqsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yo'l kelib chiqashak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.